Barchaga salom qadrli obunachilar. Sizlar bilan men Kompot va meni yangigina videomga xush kelibsizlar qadrli obunachilar. Bugun boy va kambag'alning qamoqxonalaridan qochamiz obunachilar. Tushunyapsizlarmi? Boy va kambag'alning qamoqxonalaridan. Unda videoni boshlamasdan oldin tezroq kanalimizga obuna bo'lib, sizga qaysi YouTuber yoqishini kommentariyaga yozib ketinglar. Biz bo'lmasam boshladik. Вообще men haqiqiy bomichga o'xshab qolibman. O'zi rostdan haqiqiy bomichmanki obunachilar. Yana nima deyapman? Xullas bu bomichning, ya'ni kambag'alning qamoqxonasi deb ataymiz obunachilar, ya'ni qamoqxonasi deb o'rtib. Yo'q, qanaqa til bu? Qamoqxonasi obunachilar. Mana bu yerda tayyor chiqish bor ekan-ku, nimaga bizga endi yo'q, bizga kerakli narsalar yo'q. Mana bu yerda politsiyachilar turibdi. Bu yer qanaqa joy? Bu yer tualetmi? Yo'q, obunachilar. Stop, eshik ochildimi? Da, eshik ochildi. Abed bo'ldi, abedga chiq. Abiddan bo'ladimi bu yerda? Demak, bu qochishimizga imkon obunachilar. Xo'sh, men qayoqqa borishim kerak endi? Obunachilar, iltimos tezroq obuna bo'linglar. Mana bu yerda oshxona turibdi. Yo'q, mana bu odamlarni qaranglar. Salom janob, xo'sh. Butilkani men qayoqdan topaman? Yo'q. Bu yerda tekin ovqat berishmaydimi hali? Jin ursin obunachilar. Xullas bu yerda nimadir? Stop, mana bular joni yukka o'xshar ekanmi? Hammasi bir xil. Demak bu yerda nimadir yashiringan. Qanaqa? Yo'q, uzr. Yo'q, mana bu yerda odam o'tirgan ekan obunachilar qamoqxonada, jin ursin. Tualetda degan, bu yerda tualet bor ekanda. Mana bu yerda ham tualet ochib ko'rish kerak, nimadir bo'lish kerak. Qochishimizga qog'ozlarda, bu qog'ozlar nimaga kerakligini men tushunib bo'ldim obunachilar. Okey, mana bular joni yukka o'xshar ekan. Yaxshi, okey, xo'sh, nimadir qilib qochishimiz kerak. Hamma joyini tekshirib chiq. Mana bu yerda boboy o'tiribdimi? Salom. Endi ovqatga parol, bu qanaqa parol? Demak, bu yerdan qochib ketish mumkin ekanda. Albatta bolam, to'g'ri o'ylayapsan. Qanaqa bola? Yo'q, men seni bolang emasman-ku. Okey, xo'sh, obunachilar, demak bu yerda parol bor. Bizlarga bo'lmasam butilkalar kerak. Butilkalarni topishimiz kerak. Endi qayoqdan topamiz? Let's go, bir nima qilib topishimiz kerak bu yerdan. Bu yerda jang qiladigan joyda. Voy obunachilar, jang qilaman. Bunda nimadir tushsa kerak. Yo'q, eshik jin ursin. Men rostdan yolg'on gapirgan edim jang qilaman deb. Mayli, davay kela qol. Yo'q, jin ursin, yomon urar ekan. Davay, yaramasma. Xo'sh, o'ldirdim. Nima, qanaqadir qog'oz tushdimi? Bu yerda parol bor ekan obunachilar. Bu nimani paroli? Lekin qaysidir eshikning, ya'ni mana bu to'g'rimda eshikning parolida 90 30 0. Obunachilarda ana bu yerda yana bitta boboy o'tiribdi. U menimcha urush qilmasa kerak. Mana bu yerda butilkalar bor ekan. Bu butilkalarni olamiz hammasini. Mana nima qiladi bu narsa? Mayli, mana bu nima sotar ekan, borib ko'raylikchi. Bu butilka sotar ekan obunachilar qo'ziqoringa. Oh my god, iltimos obuna bo'lib qo'yinglar sizlardan. Iltimosim faqatgina shu. Uzr so'rayman obunachilar. Okey, xohlasanglar kechiringlar, xohlasanglar kechirmanglar. Mana buni ichib olamiz. Ajoyib, menga nima foyda beradi bilmadim. Xo'sh, qo'ziqorinlar yaxshi obunachilar. Xo'sh, mana boboy, men senga qo'ziqorin olib keldim. Endi menga butilka ber. Butilkamiz bor endi. Ajoyib. Okey, bu butilkani kerakli maqsadda ishlatamiz. Bu yer qanaqa joy? Xullas, bu yer xohlagan narsa qilsang bo'ladi. Ana bu yerda parkur bor. Parkurni ursang qanaqadir sandiq bor, senga kerak bo'ladi sandiq. Demak, o'tib ko'rish kerak ekan obunachilar. Men parkurni yaxshi ko'raman. Demak, o'tishimiz kerak mana bu yerdan sakrab. Yaxshi, ajoyib. Mana bu yerga va bu yerga mana bunda easy-ku bu parkurlar. Hamma o'ta oladi-ku bu parkurdan. Yo'q,
Da bu yangi politsiyachi aytganidek bu yerda yo'may obunachilar bu yerda butilkalar ishlaydimi deymanda pullarni o'rniga. Ajoyib janob, mana men butilkalarni topdim. Endi meni ishim yurishib ketadi. Qamoqxonadan qochamiz obunachilar. Da bilganlaringdek qamoqxonadan qochamiz. Mana bu mahbuslar jon uyga o'xshab ketarkan obunachilar. Iltimos obuna bo'lib qo'yinglar. Tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Bo'lmayapman. 1000 ta. Shuning uchun obuna bo'linglar. Iltimos desam, yalinib mayli. Like ham bosib qo'yinglar. Okay. Xo'sh, bizda endi 5 ta qovurilgan kartoshka bor. Mana bu boboy bizga parol beradi. Endi eshikni topishimiz kerak. Xo'sh, mana bu yerda parol yozilgan yoki parollar bor. Bitta parol bor ekan. 9984. Ajoyib. Bizda endi parol bor. Endi eshikni ochib surish kerak bu yerdan. Balkim hali beri surmasmiz. Yani ham bilmadim, lekin suradigan vaqt bo'ldi menimcha. Eshikni topolmayapman. Qayerda bor? Demak mana bu yerdadir. Bu yer qanaqa joyda? Bu yer vanna bo'lsa kerak obunachilar. Nimadir tushish kerak shu yerdan. Mana obunachilar, men eshikni topdim. Hech kim yo'qmi-da? Hech kim yo'q. 9984 yaxshi. 9984. Ajoyib bo'ldi, ochdim. Yo'may obunachilar. Bu yerda yana kimdir bormi? Bu yerni yopib qo'ysak bo'lar ekan-da. Hech kim ko'rmasligi kerak. Meni ketishimda bu yerda ham parkour bor ekan. Ajoyib parkourda mana bunday qilib o'tamiz tezroq. Okay. Xo'sh, yo'may bu yerda politsiyachi bor ekan. Jinursni o'ldirish kerak. Yaramasda bo'ldi, o'ldirdik obunachilar. Yo'may bu yerda politsiyachilar bor ekan. Bu parkour menimcha easy bo'lsa kerak-da. Easy bemalol o'tyapman-ku, easy bo'ladi-da, ko'rdinglarmi? Sizlar ham shunaqa parkourdan o'ta olasizlarmi? Kommentariyaga fikrlaringni yozib ketinglar. Okay. Xo'sh, mana bu yerda va bu yerga sakraymiz. Ajoyib. Va mana eshik obunachilar. Qani? Ozodlik. Yashasin ozodlik. Biz qamoqxonadan chiqib ketdik. Let's go. Endi shu joyda obuna bo'lmasalaring bo'lmaydi endi obunachilar. Tezroq obuna bo'linglar. Bu yerdan tezroq qochib ketishimiz kerak. Hech kim nima bu yer bunaqa bo'lib yotibdi? Tushunursin, qanaqadir cheat yo'llari bilan qamoqxonani qurishganmi deymanda. Ana bu daraxt g'alati ekan. Yo'may bu yerda ham shunaqa daraxt. Xullas obunachilar, men qamoqxonadan qochdim, kambag'allar qamoqxonasidan. Endi let's go, boynikiga o'tamiz. Yo'may, belim og'rib ketdi desam ishonasizlar, chunki men bu yerda karvatda yotibman. Xullas, barchaga salom yana bir bor. Sizlar bilan men yana bir bor, uzr, tilim kelishmay ketyapti. Xullas, barchaga salom yana bir bor. Sizlar bilan men boyman desam ishonmanglar, men kampotman obunachilar. Bu yerdan qochishim kerak. Endi tushunyapsizlarmi? Nimadir qilib qochish kerak. Sanduqlar bo'sh, qamoqxonada hech narsa qo'ymay. Yo'may, chiqsam bo'ladimi janob? Abed boshlangan. Yo'may, bu yerda ham abed bo'lar ekan. Ajoyib. Xullas, bu yerdan ham nimadirlar qilib, bu yerdagi politsiyachilar boshqacha ekan. Mana bu mahbuslar bilan. Okay, menimcha bu yerda oshxona, boylarning oshxonasini qaranglar. Yo'may, bu yerda ham nimadir bo'lish kerak. Bu yerda lava nima uchun qo'yilgan? Bu yerga qog'ozda. Bu yerda qo'lni yuvsa kerak-da. Ajoyib. Bu yerda ovqatlar berar ekan. Hamma ovqatni olib chiqamiz. Balkim nimadir tushib qolar bizga. Yo'q, faqat ovqat tushdi. Lekin bizga ovqat kerak emas. Biz qochib ketishimiz kerak bu yerdan. Okay, mana bu yer qanaqa joy? Bu yer ham tualet bo'lsa kerak-da. Xo'sh, bu yerdan nimadir tushami? Rechakdan. Stop. Mana bu odam holati qo'liga tatuirovka. Nima? Yo'may, tushunursin. Pul bu yerda ham qochib ketish imkoni bor bizda. Qo'ziqorin kerak bizga obunachilar. Qo'ziqorinni yo'may, bu yerda ham odam bor ekan, boya boshiga o'xshabdi. Bu yerdan ham tushmadi. Menimcha shu yerdan tushib qolsa kerak qo'ziqorin. Obunachilar, men to'g'ri topibman. Bu yerdan qo'ziqorin tushdi. Ajoyib. Biz qochib ketishimizga imkon bo'lyapti. Bu pulni olaman, $100. Xullas, buni nima qayoqqa ishlatsam bo'ladi-da? O'ylash kerak va topish kerak. Qayoqqa ishlatishimiz mumkin bu
$100ni bu yerdan hech nima tushmadi. Balkim pul tushadimi deb o'ylagan edim. Yo'q, lekin pul tushmadi obunachilar. Hammaga ko'rsatib yurmay, bu yerda ham parkour bor ekan-da. Ajoyib obunachilar. Bu yerda ham parkour bor, tushunyapsizlarmi? Mana bu yerda bitta brat bor. Olma turtoda olamiz, chunki boshqa $100 ga oladigan narsa yo'q menimcha. Xullas, endi boyangi bratga olma bilan mana bu kerak obunachilar, bu ko'z ekanda. Ko'z kerak, ko'zni qayoqdan topsak bo'ladi? Axtarishimiz kerak, qidirishimiz kerak obunachilar. Demak, parkourdan topishimiz mumkin ko'zni-da. Mana bunday nimaga o'xshamayapti? Yo'q, obunachilar chiqolmayapman. Qani 1 2 3 da bo'ldi, chiqdim. Ajoyib. Okey, endi mana bu yerga iltimos obuna bo'lib videomga like bosib qo'yinglar. Videom yoqayotgan bo'lsa, ana bu yerda politsiyachi yo'q. Okey. Xo'sh, endi mana bu yerga sakraymiz. Yo'q, bu yer ancha qiyin ekan obunachilar. O'ylaganimdan yana shu joyga keldim. Qani mana bu yerga sakraymiz. Ajoyib. Endi bu yerga qani okey bo'ldi obunachilar. Ko'zni topdim. O'rgimchakning ko'zini. Endi bizda $100 bo'ladi. Hozir qarab turinglar. Hech kim ko'rmasligi kerak, lekin obunachilar tezroq obuna bo'linglar. Assalomu alaykum birodar. Okey, bizda $100 bor. Endi buni ishlatishni yo'lini topish kerak. Parollar. Demak, bu yerda ham jang qilamiz-da. Boyangi qamoqxona bilan bir xil ekan. Mana buni bossak bizani raqibimiz chiqib keladi. Yo'q, buni kachokligini. Yo'q, obunachilar jin ursin zarbasi qattiq ekan, menga yaramas, lekin yo'q, hozir o'lib qolaman, qochish kerak. Yo'q, kelyapti obunachilar. Mana bu yerda yo'l bor ekan, jin ursin, buni zarbasi qattiq ekan. Politsiyachi turibdimi? Menga yaramas. Tarvuz, demak tarvuzni ham qanaqadir maqsadlarda ishlatsak bo'ladi. Bu yerda politsiyachi turibdi-ku, men qochib ketishimni biladi-ku. Xavotir olma, men bu yerdagi odamlarga yordam beryapman, tushunyapsanmi? Bunday hech kimga aytmayman. Ajoyib, yaxshi, ertaroq shunaqa demaysizmi? Okey. Xo'sh, endi bizga parol kerak. Yo'q, mana bu eshigi juda g'alati ekan. Bu yerda nimadir bor. Stop, to'xtanglar. Mana bu yerdan chiqamiz. Boyangini o'ldirdi, bizga tarvuz berdi. Tarvuzni qanaqadir yo'l bilan ishlatsak bo'ladi-da. Mana bu yer qanaqa joy bo'ldi endi? Bu yerda ham politsiyachi turibdi. Kirka olsak bo'larkan obunachilar, keyin qochib ketamiz. Yo'q, men endi tushunyapman. Ajoyib, sizlar ham tushundinglarmi? Kommentariyaga tushungan bo'lsalaring ha deb yozib ketinglar. Okey, mana shu kirka menga kerak. Ajoyib, endi ko'mir yig'ishimiz kerak. Okey, xo'sh, qani mana ko'mirlar yig'ib bo'ldim. Yaxshi. Endi mana bu kerakli temirlik, ya'ni xullas kirka yasashimiz kerak. Mana bu izmurt va oltinlarni, almazlarni qazish uchun bizga kirka kerak obunachilar. Mana temirlik kirka yasaymiz. Bo'ldi obunachilar, temirlik kirka va endi biz almaslarni qaziymiz. Bu yerdan ham qanaqadir joy chiqib qolishi mumkin. Maxfiy mana chiqdi obunachilar. Endi bu yerni qaziymiz, lekin bizani kirkamizni kuchi yetmaydi. Shuning uchun mana bularni hammasini qaziymiz. Almasli kirka yasash uchun yasamaymiz. Ana bu odamni o'zi beradi bizga shu almasli rudalarni bersak. Okey, xo'sh. Qani janob, tayyormi? Bo'ldi obunachilar, tayyor bo'ldi. Endi ana bu yerni bemalol ochsam bo'ladi-da. Qani tezroq, faqat tezroq qochib ketishim kerak-da. Sanduq bor ekan bu yerda. Yaxshi, sanduqning ichida yo'q pullar va bu yerda menimcha parol bor. Yaxshi, bemalol qochib ketamiz va bizda ham pullar bor. Balkim yo'lda ishlatib qolmasak bu pullarni obunachilar, iltimos obuna bo'lib ketinglar. Mana janob, sizlarga narsalarimni berib ketaman. Bo'ldi, qolgan narsa o'zimniki. Ajoyib, xo'sh. Mana janob, men keldim. Parolni topib ochsam bo'ladimi? Bemalol ochib ketaver. Okey, yaxshi, ajoyib politsiyachi. Demak, bu politsiyachi emas. Yo'q, bu yerda ham qo'riqchi bor ekan. Jin ursin, bu bilan urushishni foydasi yo'q, chunki meni o'ldirib qo'yishi mumkin. Jin ursin, meni ko'rib qolishdi. Endi tezroq qochib ketmasam bo'lmaydi, o'lib ketaman.
Oy, yoma mana bu yerda mashinalar bor ekan, obunachilar, qaranglar. O'tgan videoda ham boyning garajida shunaqa mashinalar bor edi, lekin bu yer qamoqxona, bu yerda ham mashinalar bor. Tushunursin, qaysi mashina sizlarga yoqdi obunachilar, kommentariyaga yozib ketinglar, okey. Bu yerdan tezroq tuyog'imizni shiqillatishimiz kerak shu mashinaga minib, okey. Xo'p, palinsachilar bilmasligi kerak. Yaxshi. Va bo'ldi obunachilar, biz bu qamoqxonadan qochib ketdik. Xullas, barchaga xayr. Yo yana o'sha joymi? Xullas, barchaga xayr. Sizlar bilan men Kompot bo'ldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr obunachilar. Tezroq kanalimga obuna bo'linglar, birga bo'lishimiz kerak. Like ham bosib qo'yinglar. Komment ham yozib ketinglar. Xullas, barchaga xayr obunachilar. Sizlar bilan men Kompot bo'ldim.